Assalomu alaykum, hurmatli denovliklar. Yurtimizda barcha sohalar kabi 2025-2026-yillar kuz-qish mavsumida iqtisodiy tarmoqlari, ijtimoiy soha obyektlari va ko'p qavatli uy-joylar fondining barqaror ishlashini ta'minlash maqsadida izchil tayyorgarlik ishlari amalga oshirilmoqda. Denov tumanida hozirgi kunda tumandagi 193 ta ko'p qavatli uylardan 164 tasi boshqaruv servis kompaniyalari balansiga berilgan bo'lib, ularda 4425 ta xonadonda 15,5 mingdan ziyod aholi istiqomat qilib kelmoqda. 2025-yilda ko'p qavatli uylarni kuz-qish mavsumiga tayyorlash doirasida barcha sohadagi kuz-qish mavsumidagi tadbirlar amalga oshirilib, 2 ta uyning tom qismi joriy ta'mirlandi. 20 ta uyning fasad qismi yangitdan ta'mirlandi. 42 ta kirish yo'laklari ta'mirlanib, 16 ta elektr taqsimlovchi shitlar o'rnatildi. 8 ta uyning yerto'la qismidagi muhandislik kommunikatsiya ishlari to'liq yangilandi. 64 ta framuga oynalari, 204 ta zamonaviy domofonlar yangitdan o'rnatilib, 69 ta kuzatuv kameralari va 30 ta tungi yoritish chiroqlari o'rnatildi. Bundan tashqari, tumanimizning Toshkent ko'chasidagi 7, 9, 12 va 16 qavatli uylar fasadlari, shuningdek, lift tarmoqlari ham ichimlik suv nasoslari bilan birgalikda barchalari ta'mirlanib, bugun aholi foydalanishi uchun qulay sharoitlarga keltirildi. Ushbu ishlar uchun 735 million so'mga yaqin mablag' sarflanib, tumandagi barcha ta'lim muassasalariga ham juda katta e'tibor qaratilyapti. Ushbu ishlar uchun jami 735 million so'm mablag' sarflandi. Aziz yurtdoshlar, bizlar uchun yana eng muhim bo'lgan sohalardan biri bu barcha ta'lim muassasalari 2025-2026-yil kuz-qish mavsumiga to'liq tayyorlanib, maktablarimiz, bog'chalarimiz va barcha ijtimoiy obyektlarimizda to'liq ta'mirlash ishlari bajarildi. Maktablar va bog'chalarda 5355 tonna ko'mir yoqilg'isi yetkazib berilgan bo'lsa, elektr ta'minoti bo'yicha 231 kilometr uzunlikdagi elektr tarmoqlari va 87 ta transformator punktlarida mukammal ta'mirlash ishlari nihoyasiga yetkazildi. Shuningdek, 519 kilometr tarmoqlarda joriy ta'mirlash ishlari amalga oshirildi. Gaz ta'minoti bo'yicha ham keng qo'lamli ishlar amalga oshirilyapti. Tumandagi 400 ta gaz taqsimlash qurilmalari to'liq tekshiruvdan o'tkazilib, 3.2 kilometr gaz quvurlari mukammal ta'mirlandi. Qariyb 40 kilometrga yaqin quvurlar bo'yoqlar bilan bo'yoqlandi va 3200 ta xonadon 2 bosqichli tizimga o'tkazildi. Aholini suyultirilgan gaz yetkazib berish ishlari ham muntazam yo'lga qo'yilib kelinmoqda. Bugungi kunda 52347 ta xonadon suyultirilgan gaz bilan ta'minlandi. Ko'mir ta'minoti bo'yicha joriy yilda aholiga 16560 tonna ko'mir tarqatish rejalashtirilgan bo'lsa, hozirga qadar 5356 tonna yoqilg'i yetkazilib, ijtimoiy soha obyektlariga mo'ljallangan 7867 tonna ko'mir ham to'liq yetkazib ta'minlandi. Hurmatli yurtdoshlar, kuz-qish mavsumida barqarorlikni ta'minlash, aholini uzluksiz elektr energiyasi, gaz, issiqlik va yoqilg'i bilan ta'minlash maqsadida barchamizning oldimizda juda katta vazifalar belgilab berilgan. Shu nuqtai nazardan bugun hokimlik va barcha tumandagi mutasaddi tashkilotlar, korxona va muassasalar bu borada zarur aniq chora-tadbirlarni belgilab, doimiy nazoratni amalga oshirib kelmoqdalar. Siz azizlardan ham mana shunday mavjud imkoniyatlardan oqilona foydalanib, energiya va yoqilg'i resurslarini tejash, uy-joylarimizni issiqlik resurslarini izolyatsiyasiga e'tibor berish va ayniqsa mana shu kuz-qish mavsumini betalofat o'tkazishni sizlardan so'rab qolamiz. Tuman hokimligida doimiy 24/7 faoliyati shtabi yo'lga qo'yilgan bo'lib, tunu kun mana shu shtabda tegishli mutasaddilar o'z faoliyatini olib bormoqda. Sizlarni hududlaringizdagi barcha
mavjud muammolar, tegishli takliflar, mulohazalar bo'lsa, mana shu tuman hokimligi qoshida tashkil etilgan kuz-qish mavsumiga oid shtabga murojaat qilishlaringiz mumkin. Telefonlarimiz 76lik bilan 413 14 12. Aziz yurtdoshlar, barchangizga sog'lik, osoyishtalik va farovonlik tilagan holda elimizga tinchlik, yurtimizga obodlik tilab qolamiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat.